man hayron, Muhammad aka nima arazlaganlarmi deyman. Yozsam yozmaydilar. Ya dedim. To'xtadim, hozir yozdim, atvet qaytardingiz. 3 marta yozdim man sizga, atvet qaytarmadingiz. Man sizga kecha yozdim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bunaqa dedim. Keyin javob, ha, kuchayib ketdingiz, siz ham klan ochib dedim. Pullaringiz ko'payib ketdi dedim. Undan oldin birinchi bir yozdim, shu bilan atvet qaytarmadingiz, shu bilan yozmay ketdim. Yo'q, aka biz haddan kuchayamiz. Просто man telefonni, короче, o'yinga kirgizamanda zaryadka etib qo'yib qo'yaman aka, o'zim ishim qilaveraman. Bu zadaniya sen o'ta savodchalik o'taveradi bunda. Shunday qilib qo'ygan. O'sha vaqtda yozmagan bo'lsangiz